smile eyes. I want to see your smile face. Sizlarni do'stlaringiz sizlar uchun tabriklar jo'natishdi. O'zbek tilini, rus tilini o'rgandim. Sizlarni ko'rish uchun ingliz tilini, german tilini, nemis tilini o'rgandim. Sizlarni bir qolsangiz eng a'lochi, eng aqlli bola deyishdi. Shu rostmi? Sizlar aqllimisizlar shunda? Kim ko'p kitob o'qiydi? Kim bukmarni tugatdi? Bo'lmadi. Kim menga zo'r she'rlar aytib bera oladi? They can tell me poem in English or Russian in Uzbek. Which one? Qaysi tilda aytasizlar? Они уже приготовили стихи для вас. Ага, they can tell me. Кто сможет рассказать стихотворение? Мухаммадин. Siz haqingizda prava analizlar стихотворение. Oysha, Nabijonova. И Yaxyobek. Deda Morozaning стихотворение.